Insult birdan paydo bo'lib qoladi degan tushuncha. Aksariyat hollarda bu noto'g'ri. Insult bo'lishdan 3 oylab, 6 oylab, 1 yillab oldin uni sekin-sekin insultning xabarchilari paydo bo'lishni boshlaydi. Assalomu alaykum, siz bilan doktor Alimov. Xo'p, bugungi videoning mavzusi bu insultlarning xabarchilari, ya'ni quyidagi belgilari bo'lsa, tez orada insonda insult bo'lish darajasi yuqori ekanligini ko'rsatuvchi belgilar. Bular asosan 7 tadan iborat va 7 ta asosiy insultni xabarchilarini aytib o'tamiz. Birinchisi bu agar insonda baland qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, qon bosimni o'zi insultlardan baland qon bosim ekanligi 6 barobar, 8 barobar, ayrim manbalarda 10 barobargacha insult xavfini oshirib yuborishi mumkin. Xo'p, bu albatta insonning qon bosimi ko'tarilgan payti uning miya juda aqlli narsa, miya o'zidan torayishni boshlaydi va qon bosimi 180, 160, 200 yana undan ham ko'tarilib ketaversa, o'sha paytda qon tomirlarining yorilishi, o'sha paytda bosh miyada insult, ya'ni ishemik insult xavfini ham oshirib yuborish darajasi o'ta yuqori bo'ladi. Ikkinchi guruh bu qonda qand miqdorining oshishi. Odatda qandli diabeti bor insonlarning insultga uchrash darajasi 4-6 barobarga oshib ketib qoladi. Qonda qand miqdorini qanday ta'siri bor? Odatda qonda qand miqdori yuqori bo'lgandan keyin bosh miya qon tomirlari va boshqa qon tomirlarda qon tomirlarining boshqa tilda aytadigan bo'lsak, bu murtlashib qolishi, ya'ni qon tomirlarining qonsizlanishiga va shu elastikning yo'qolishiga va qon tomirlarining yorilishiga bo'lgan moyilligi keskin oshib ketib qoladi. Xo'p, uchinchi guruh bu agar bemorning o'zida ko'rish buzilishi. Ko'rish buzilishi degan paytda ko'pincha ko'rish maydonida har xil dog'larning paydo bo'lishi, ko'rish maydonining chegaralanib qolishi, qisqa muddatda ko'rish yo'qolib keyin tiklanib ketadigan bo'lsa, bu insonda tez orada insult bo'lish xavfi o'ta yuqoriligidan dalolat beradi. To'rtinchisi bu eshitishning buzilishi yoki quloqlardagi shovqinni nazarda tutsak bo'ladi. Bu nima degani? Insonda to'satdan shovqinning quloqda oshib ketib qolishi, quloqda shovqinlarning biri paydo bo'lib, biri yo'qolib qolishi, shu bilan birgalikda eshitishning susayishi kabi belgilari bo'lsa, bu o'sha miyani ichkaridagi eshituv apparatiga javob beruvchi qismlarida qon aylanishining buzilayotganligidan dalolat beruvchi bitta belgi hisoblanadi. Beshinchisi bu nutqning buzilishi. Insonlarda agar to'satdan nutqning chalkashib qolishi, kerakli gaplarni yo'qotib qo'yishlik, nutqning ravonligining, ya'ni tonlarning pasayib qolishi kabi belgilari bo'lsa, bu insonda ko'proq o'naqaylarda, miyaning chap tarafida o'sha Broca zonasiga yaqin joyda qon aylanishining buzilayotganligidan dalolat berishi mumkin va bu insultning xabarchilaridan biri hisoblanadi. Xo'p, keyingi asosiy belgilardan biri bu qo'l va oyoqlarning va tanada to'satdan uvishishlarning paydo bo'lishi. Xo'p, o'zi uvishishlarning asosiy kelib chiqish mexanizmiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu birinchi navbatda qon tomirlarida, o'sha kapillyar qon tomirlarida, mayda qon tomirlarda qon aylanishining buzilishidan dalolat beradi. Ikkinchi bu uvishishlarning paydo bo'lishi miyaning shunaqangi vegetativ nerv sistemasiga javob beruvchi qismlarida shu qonning yaxshi aylanmayotganligidan dalolat beruvchi qism hisoblanadi. Endi, yuqoridagi belgilarni sanab o'tdik. Yuqoridagi belgilar paydo bo'ldi. Bu paytda kechiktirmasdan shifokor ko'rigiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Buni insultlarning ko'pincha odatda tushuncha bor, insult birdan paydo bo'lib qoladi degan tushuncha. Aksariyat hollarda bu noto'g'ri. Insult bo'lishdan 3 oylab, 6 oylab, 1 yillab oldin uni sekin-sekin insultning xabarchilari paydo bo'lishni boshlaydi. Agar siz o'sha xabarchilari bor bo'lgan payti insult belgilarini yaxshi bartaraf qilinsa, insultga uchrashmaydi bemorlar. Bu uchun albatta insult bo'lmasligi uchun nimalarga amal qilish kerak? Birinchi navbatda yuqoridagi 7 ta faktorni hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Doim bemorlar qon bosimi nazorat ostida, doim kardiolog vrach nazorat ostida yurakni tekshirib turish, qonni qand miqdorini tushunib turish, agar bemorda ortiqcha vazn bo'lsa, uni kamaytirish, 5-chi to'g'ri ovqatlanish, 6-chisi uyqu rejimini joyiga qo'yish, 7-chisi stress darajasini kamaytirish va oxirgisi
iloji bo'lsa ko'proq sport bilan shug'ullanish yoki piyoda yurish tavsiya etiladi. Yuqoridagilarga amal qilsangiz, albatta siz insult bo'lmaysiz degan umiddamiz. Yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va konsultatsiya uchun quyidagi raqamlarga telefon qilib yozdirishingiz mumkin.